Sizlar bilan bugun men Sarik. Iltimos obuna bo'lishni unutmang. Bugungi videomizda biz yangi kelgan qishlog'im va buni sizlarga ta'riflab beraman. Qani ketdik. Ho'jetel, qandaysan? Zo'rmisan? Ha, zo'r. O'zing zo'rmi? Hamma ishlarim bo'ldi. Keyin ko'rishamiz. Mayli, bo'pti. Oy, menda parkour chiqmay ekan. Suv sab ketuvdim. Ichib olay suv. Oy, nyom. Xo'sh, suvga bukib oldik. Xo'sh, bugun qishloqda nima bo'lyapti, bilasizlarmi? Xo'sh, nima bo'lyapti ekan? Bilmaganingiz ma'qulroq. Shuning uchun men ketdim. Xo'sh, bu yerda sal nimadir netto. Endi bo'lsa yaxshiroq deb o'yladim. Ba'zi bir to'ng'izlarni yo'q qildik. Voy, Jetel, bu yerda nima qilyapsan? Bu yerda toza havo va qishloqni kuzatish ancha yaxshiroq. Keyin senga nima aytyapman? Nima ishing bor? Bor yo'lingdan qolma. So'radim, qo'ydim. Senga bir yaxshilik qilaymi, Jetel? Xo'sh, nima ekan? Izumrud berasanmi? Undan ham yaxshirog'i. Men senga hech kim ko'rmadimi? Ketdik. Voy. Огородlar hali o'smabdi. Ana shu jetillarni deb ishlarim qolib ketyapti. Men bu cho'chqani go'shti yemaganimiz ma'qulroq. Qani ketdik. Uy. Cho'ti. Nimadir netto. Har doimgidek yana uyimni yo'qotib qo'ydim. Qayerda endi bilmayman. Xullas, mana bir amalab topib oldim. Voy, uyga kimdir kirganmi? Kirganini yirtaman. Xo'sh, do'stlarim, bu yerda narsalarimni o'g'irlamadi degan umiddaman. Voy. Tak, turibdi bular joyda. Xullas, kecham tushib qoldi. Men ozroq uxlamoqchiman. Voy, yomon uyqum kelib ketdi. Uyqu tortyapti-yu. Xullas, do'stlar, ertalabgacha xayr. Bir o'ngacha uxlab olay. Oy. Oy, mazza. Salom do'stlar. Xo'sh, tongni ham o'tirib oldik. Endi bugun nima yomonlik qilsak bo'ladi? Maqsadimiz jetellarni xafa qilish emas, balkim ko'ngilni ko'tarish va xursandchilik uchun qiladigan ishimizdir. Hoy Jetel, bugun futbol o'ynaysanmi? Yo'q, bugun ko'proq ishlarim bor edi. Shularni bitirsam, ko'ramiz. Ya'ni bugun vaqtim yo'qroq edi. Bo'pti. O'zing bilasan, Jetel. Menga ham zarilmassan. Xo'sh. Oy, cho'chqoning, bu yoqqa kel. Oy, bu yoqqa kel. Hozir o'ldiraman. Go'shini olmaganimiz yana ma'qulroq. Voy. Bu farosatlilarni mazza. Yemagan yaxshi go'shini. Xo'sh, hamma jetellarga prank qilamiz. Do'stlar, hech kim eshitib qolmasligi kerak. Qani boshladik. Mana shu qo'ng'iroqni bilgan biladi. Nimaga bu jetelga ta'sir qilmadi? Oy, bu jetelda nimadir shubha.
Ko'rib qolmasin. Kuzatib boramiz yetildi do'stlar. Xo'sh, cho'tta shubhali. Cho'tta. Hoy, olib keldingmi? Hech kim yo'qmi? Ha, hozir uyimni olib chiqaman. Mana, bu yoqqa. Hoy, aniq hech kim yo'qmi? Hech kim bilib qolmasin yana. Hoy, ahmoqlar, sezgandim. Bular nima rejalashtiryapti? Surib qolmasdan tezroq qarash kerak. Hoy, yetil qayerga daf bo'ldi? Uyga kiryapti. Hoy, yetil, qo'lingni ko'tar. Sen jinoyat ustida ayblanasan. Ey, men senga nima qildim? Yo'qol bu yerdan. Axir hozir seni ko'rdim-ku. Nima bilan shug'ullanyapsan? Hech narsa. Faqat blok sotdim. Aniqmi? Ha, aniq. Birlikda ishlarim bor. Ko'rishamiz, Sarik. Mayli, lekin shubhalisan. Ko'zdan g'oyib bo'lma. Ketdik. Voy, uyimga kirib ketdimi? Voy, bu yoqqa kel. Mana shunday bo'ladi. Cho'chqoni. Tak, do'stlar. Yetillarni faqat o'ldirmay, ularga yaxshilik qilishni ham istab qoldim. Shuning bor izimrod va almaz narsalarimga ularga otib chiqmoqchiman. Xullas, do'stlar, savob qilmoqchiman. O'z qishloqdoshlarimga yaxshilik qilmoqchiman. Shuning uchun mana bu nas bosgan qilichimni yo'qotmoqchiman. Xullas, bu nas qilichni yo'qotib, balkim kuchsizrog'ini olarman. Shunda yetillar kamroq o'lardi. Qilichlarim qayerda saqlaydim o'zi? Voy. Tak, mashinaga olib qo'yikdi. Oy. Qilich yo'qmi? Mana, ketdik. Yetillarni xursand bo'lamiz. Voy, nima deb yozilgan ekan? Obuna bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang. Sizlar uchun shuncha harakat va bittagina knopka bosib qo'yishingiz kifoya. Hoy, yetil, to'xta. Yo'q, sendan xafa bo'ldim. Chunki men qishloqdoshlarimizni o'ldirding. Yo'q, buni men ataylab qilmoqchi emas edim. Mana senga. Senga oylik. Ularni olishing mumkin. Voy, rostdan mengami? Rostdan. Mana senga. Ma ol. Voy. Yetil ana. Voy, yetil. Qanday bu? Voy. O'zgarib qoldimi? Almazlarni ham olmadi. Qanday yetil o'zgarib qoldi? Yordam! Oy, tushib ketdim. Oyog'im, oy. Yordam beringlar. Hech qaysidan yordam so'rab bo'lmaydi. Nima qilsam, o'zim chiqib ketishimga to'g'ri keladi. Xo'sh, bu bloklar yetarli deb o'ylaymanmi? Tekshirib ko'ramiz. Voy. Sendir. Voy. Amallash kerak. Chiqoldik. Ana endi yetillarni mukofotlaymiz. Lekin bu tuvarlar olmayapti. Bir kunlik yaxshilik va 10 kunlik yomonlik. Bular buni bilmayapti. Xo'sh, bularga bugungi podarkamiz yo'qmadi shekilli. Yetil yo'q. Voy, yetillar, qayerdasizlar?
Tak. Mana shu yerda yeydilar balkim. Tak. 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 Kerak emas. Xo'sh, video ham oxiriga yetib qoldi do'stlar. Sizlar bilan xayrlashamiz. Undan oldin mana shu tovarga bittagina oyligini beramiz. Xo'sh, Etel, men senga oylik 1 stak olasanmi? Men senga. Yanami? Na, ola qol. Oy, shart bosada o'zingga olaver. Odamni xijolat qilyapsan. Ha, hech qisi yo'q, qolaver senga. Xullas, obunachilar. Yanada yangi videolarning chiqishini xohlasangiz, tezroq obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan mana shu yerda xayrlashamiz. O'zingizni asrang. Xayr.